Sotuv bo'limi sotayotgan narxdan sotib olyaptilar. Sababi pul kerak bo'lib turgan ekan. Shaharda markazlardan bo'lgan joy Olmazor rayon Soy bo'yiga kelganmizda GSKP, GAI ko'chani ko'pchilik bilsa kerak. Elvisdan ham kirganingizda bog'cha, maktab shunday yaqin atrofda joylashgan, masjiddan ham yaqin. 10 etajli domimizni nijiloy hisoblamaganingizda ikkinchi etaji, nijiloy bilan hisoblasangiz 4-etaji bo'lyapti. 104 kvadrat metr. Narxini boshidan aytib o'taman. 97 ming dollar deyaptilar, yana kelishadigan joyi bor. Abdulla Nabiyevdan kevurish, Yangi ko'chadan, keyingi ko'chadan kirasiz, o'ng qo'lda keladi. Riviera jiloy kompleksi bo'ladi. Ichkarilarni bitta ko'rib chiqamiz. Ikkita kiraverishimiz. Xo'p, o'ng qo'limizda birinchi oshxona keladi. Uni yonida kattalar uchun yotoqxona keladi. Hop, balkondan bitta ko'rsataman sizlarga hozir. Balkondan tashqarini ko'ringlar, bolalar plashatkasi. O'tdan podolga stankaga tushsangiz bo'ladi. Hop, eng zo'r taraflarini sizga aytaman hozir. Har bitta joyga mana shunaqa uголный qo'yilgan. Har bitta eshigiga mana bu yoq yuvinish xonasi. Bu yoqqa o'tarkanmiz, bu yoq bolalar xonasi. Mana bu yoqda ham shunaqa uголныйni qo'yilgan. Hop, bu yoq umumiy yuvinish xonasi, sanuzel. Hop, bu yoq mehmon kutish uchun kattagina mehmonxona bo'ladi. Bu yoqdan balkonni ko'rsataman sizlarga. Bu yana bitta xonamiz. Lokatsiyani yana bitta tushuntirish iloji bor. Hozir qaranglar. Shu yerdan chiqamiz, o'ngga ketsa, GAI ko'chadan chiqib ketamiz. Chapga ketsa Abdulla Nabiyev, o'ngga ketsa Qoraqamishga. GAI ko'cha, GSKP ya'ni. Hop, bu yoqdan kelib pastga mana tushib ketadigan bo'lsangiz, stankaga qarab tushib ketasiz. Kvartiramizning atrofini ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda o'tiradigan joylar qilishgan, bolalar plashatkasi, bu yoqdan stankaga tushsangiz bo'ladi. Bizda arzon va sifatli uylar tez-tez chiqadi. Shunaqa variantlarni o'tib olmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Okalar, Olmazor rayonidan bunaqa narxda juda ham kam variant bor. Bunaqa narx topishingiz chunki sotuv bo'limi o'zi sotayotgan narxda berayotilar pul kerakligi uchun. Kvadratiga bor yo'g'i 900 dollardan. Yana kelishtirib beradigan joy bor. Qiziqqanlar uchun men pastda egalari raqamni yozib qoldiraman, telefon qilaverasizlar.